Bugungi mavzu juda muhim. Ayrim qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar, kompensatsiyalar va imtiyozlar sizga avtomatik tarzda berilmaydi. Ya'ni sizda huquq bo'lsa ham hujjat topshirmasangiz, ariza bermasangiz pulni olmaysiz. Men bu videoda aynan qaysi holatlarda odamlar o'zlariga tegishli qo'shimcha to'lovlardan bexabar qolayotganini, nima o'zgarganini, kimlar albatta tekshirtirishi kerakligini va amalda nima qilish zarurligini batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki bolali oilalar, nogironligi bor fuqarolar, o'quvchisini yo'qotganlar, kam ta'minlangan oilalar va hatto ishlayotgan fuqarolarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam pulini yo'qotadi. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan muammo shuki, odamlar davlatning o'zi biladi, kerak bo'lsa o'zi qo'shib beradi deb o'ylaydi. Afsuski, hamma holatda bunday emas. Ba'zi to'lovlar haqiqatan ham ma'lumotlar bazasi orqali aniqlanib, avtomatik tayinlanishi mumkin. Lekin ko'plab qo'shimcha to'lovlar uchun fuqarodan ariza, tasdiqlovchi hujjat, ma'lum bir holatni isbotlaydigan ma'lumotnoma yoki elektron murojaat talab qilinadi. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatga bog'liq edi. Fuqaro mahallaga borardi, keyin tuman bo'limiga borardi. Keyin yana bir idoradan ma'lumotnoma olib kelardi. Hujjat yetishmasa ish to'xtab qolardi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Tug'ilganlik, nikoh, ish staji, pensiya, nogironlik, mol-mulk, daromad, bolalar soni va boshqa ma'lumotlar. Lekin bu degani fuqaro umuman harakat qilmasa ham bo'ladi degani emas. Elektron tizim ko'p narsani tekshiradi. Ammo sizning talabingizni, ya'ni men shu to'lovni olishni xohlayman degan arizangizni ko'p holatda baribir kutadi. Eng xavfli joyi shuki, to'lovga huquqingiz bugun paydo bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin siz 6 oy, 1 yil, hatto 2 yil bexabar yurishingiz mumkin. Keyin bo'lganingizda nega shu paytgacha to'lanmagan deb so'raysiz. Javob esa ko'pincha bitta bo'ladi: ariza bermagansiz. Ayrim holatlarda o'tgan davr uchun qayta hisoblab berilishi mumkin. Ayrim holatlarda esa faqat ariza bergan kundan boshlab tayinlanadi. Mana shu farqni bilmaslik odamlarning real pul yo'qotishiga olib keladi. Asosiy qism bil. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda shuni tushunib olaylik. Qo'shimcha to'lov deganda faqat bitta turdagi pulni nazarda tutmayapman. Bu pensiya ustama, nogironlik bo'yicha qo'shimcha, o'quvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lov, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kommunal kompensatsiya, parvarish puli, ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan imtiyozli to'lov, ish joyidagi kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Har birining sharti alohida, lekin umumiy qoida bitta. Huquq borligini aniqlash boshqa, to'lovni rasmiylashtirish boshqa. Masalan, birinchi holat. Pensioner ayol yolg'iz yashaydi, yoshi katta, farzandlari boshqa hududda. U pensiyasini har oy oladi va meniki shuncha ekani deb yuradi. Lekin uning qo'shimcha kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam olish huquqi bo'lishi mumkin. Agar u mahallaga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilmasa, oilaviy holati, yashash sharoiti, parvarishga ehtiyoji baholanmasa, unga qo'shimcha yordam tayinlanmasligi mumkin. Natijada u har oy deylik 200 ming, 300 ming yoki undan ko'proq yordamdan mahrum bo'lib yurishi ehtimol. Ikkinchi holat. Oilada 3 nafar bola bor. Ota ishlaydi, ona uyda bola parvarishida. Oila daromadi past, lekin ular baribir bermaydi deb murojaat qilmaydi. Aslida bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlashda oilaning daromadi, a'zolari soni, bolalarning yoshi, mavjud mol-mulk, rasmiy daromadlar va boshqa mezonlar ko'riladi. Ba'zan odamlar qo'shnisiga berilmaganini eshitib, o'zlari ham ariza bermaydi. Bu katta xato. Chunki qo'shningizning oilaviy tarkibi, daromadi, nomidagi mashinasi, uy-joyi, ish haqi siznikidan butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. Sizning holatingiz alohida ko'riladi. 3-holat. Nogironligi bo'lgan fuqaro pensiya yoki nafaqa oladi. Lekin nogironlik guruhi o'zgargan bo'lishi mumkin. Parvarishga ehtiyoj kuchaygan bo'lishi mumkin. Tibbiy xulosa yangilangan bo'lishi mumkin. Agar bu o'zgarishlar tegishli idoralarga to'g'ri yetib bormasa yoki fuqaro ariza bilan qayta hisoblashni so'ramasa, eski miqdor davom etishi mumkin. Masalan, ilgari 3-guruh bo'lgan, keyin 2-guruhga o'tgan fuqaroning to'lovlari ham shunga mos o'zgarishi kerak. Lekin hujjat topshirilmasa, tizimda xatolik bo'lsa yoki fuqaro nazorat qilmasa, bir necha oy davomida kam pul olishi mumkin. 4-holat.
boquvchisini yo'qotgan oila, ota yoki ona vafot etgandan keyin oila hissiy jihatdan juda og'ir ahvolda bo'ladi. Hujjat yig'ishga kuch ham, vaqti ham bo'lmasligi mumkin. Lekin aynan shunday paytda bolalar uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi, boshqa ijtimoiy yordamlar rasmiylashtirilishi kerak. Agar ariza kechiksa, to'lov ham kechikadi. Ba'zan odamlar o'lim guvohnomasi chiqqan, demak hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday masalalarda ariza, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-holat, ishlayotgan fuqaro. Ko'pchilik qo'shimcha to'lovlar faqat davlatdan deb o'ylaydi. Lekin ish joyida ham arizasi olinmaydigan pullar bor. Masalan, mehnat ta'tili puli, foydalanilmagan ta'til uchun kompensatsiya, xizmat safari xarajatlari, zararli sharoitdagi ish uchun ustama, tungi ish, bayram kunlari ishlaganlik uchun oshirilgan haq, homiladorlik va tug'ish ta'tili bilan bog'liq to'lovlar. Ayrim ish beruvchilar bularni o'z vaqtida hisoblaydi. Lekin ayrim joylarda xodim talab qilmaguncha masala cho'ziladi. Siz tabel, buyruq, shartnoma va ish vaqtini nazorat qilmasangiz, o'z haqingizni yo'qotishingiz mumkin. Kimlar albatta xavotir olishi va tekshirtirish kerak? Men bu ro'yxatga birinchi navbatda pensiya yoshidagilarni, nogironligi bor shaxslarni, bolali kam ta'minlangan oilalarni, boquvchisini yo'qotgan oilalarni, yakka yashovchi keksalarni, vaqtincha ishsiz qolganlarni, rasmiy daromadi keskin kamaygan oilalarni, bolasi 18 yoshga to'lmagan yoki o'qishda davom etayotgan ota-onalarni, homilador ayollarni, yosh bolasi bor onalarni, shuningdek og'ir kasallik yoki parvarish talab qiladigan holatga tushgan fuqarolarni kiritaman. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz yaqinda barcha hujjatlaringizni yangilab, tegishli tashkilotdan yozma javob olgan bo'lsangiz, to'lov miqdori va muddati haqida rasmiy ma'lumotga ega bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizda hammasi to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin baribir yiliga kamida bir marta tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki qonunchilik, mezonlar, bazadagi ma'lumotlar, oilaviy holat, daromad va yashash manzili o'zgarishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'taman. Birinchi tuzoq, menga bir marta rad javob berilgan. Demak, endi umuman olmayman. Bu noto'g'ri. Rad javobi o'sha paytdagi holatingizga berilgan bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha oyda daromadingiz mezondan oshgan, nomingizda transport vositasi bo'lgan, hujjat yetishmagan yoki oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan. 3 oy yoki 6 oy o'tib holat o'zgarsa, qayta ariza berish mumkin bo'lishi mumkin. Rad javobidan keyin umuman taslim bo'lish kerak emas. Balki rad etish sababi yozilgan hujjatni ko'rish kerak. Ikkinchi tuzoq. Mahalladagi odam aytdi, menga tushmas ekan. Og'zaki gap huquqiy asos emas. Sizga bo'lmaydi deyishsa, nima asosda bo'lmasligini so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi mezonga to'g'ri kelmayapsiz? Tizimda qanday ma'lumot chiqyapti? Buni aniqlang. Men har doim odamlarga aytataman. Og'zaki rad javob bilan cheklanib qolmang. Rasmiy ariza bering, rasmiy javob oling. Chunki rasmiy javob bo'lsa, siz keyin yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz, xatoni tuzatishingiz yoki qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Uchinchi tuzoq, oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilishi. Masalan, fuqaro amalda alohida yashaydi, lekin ro'yxatda ota-onasi bilan bir manzilda turadi. Yoki farzandlar boshqa joyda yashaydi, lekin hujjatlarda bir oila sifatida ko'rinadi. Ijtimoiy to'lovlarda oilaning tarkibi juda muhim. Bir odamning daromadi butun oilaga qo'shilib ketishi yoki aksincha, oilada bor odam tizimda ko'rinmasligi mumkin. Shu sababli ariza berishdan oldin yashash manzilingiz, oila a'zolaringiz, nikoh holati, bolalar tug'ilganlik ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshiring. 4-nozik jihat, daromadlar masalasi. Ko'p yordam turlarida rasmiy daromadlar bazadan olinadi. Ish haqi, pensiya, nafaqa, stipendiya, aliment, tadbirkorlik daromadi, ijara daromadi, bankdagi ayrim ma'lumotlar yoki boshqa tushumlar ko'rilishi mumkin. Ba'zan odam mening qo'limga kam pul tegadi deydi. Lekin tizimda ish beruvchi yuqoriroq summa ko'rsatgan bo'ladi. Yoki aksincha odam norasmiy ishlaydi, daromadi bor, lekin hujjatda ko'rinmaydi. Bu holatlar tekshiruvda muammo keltirishi mumkin. Noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga ham olib keladi. 5-nozik jihat, muddat. Ba'zi to'lovlar ma'lum muddatga tayinlanadi. Masalan, bolalar nafaqasi bir muddat beriladi, keyin qayta ariza talab qilinadi.
Nogironlik muddati tugasa, tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Talaba bo'lgan farzand boquvchisini yo'qotganlik to'lovini davom ettirishi uchun o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar muddat tugaganini bilmay qolsangiz, to'lov to'xtaydi. Keyin nega pul tushmadi deb yurguncha 1-2 oy yo'qotishingiz mumkin. 6-nozik jihat, bank kartasi va hisob raqami. To'lov tayinlangan bo'lsa ham, karta muddati tugagan, hisob raqami yopilgan. Bank ma'lumotlari noto'g'ri kiritilgan yoki fuqaroning shaxsiy ma'lumotlarida xato bo'lsa, pul tushmay qolishi mumkin. Ba'zilar buni menga bermayapti deb o'ylaydi. Aslida texnik muammo bo'ladi. Shuning uchun bank kartangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz yangilangan bo'lishi kerak. 7-tuzoq, boshqa odamga ishonib qo'yish. Qo'shnim topshirib beradi, tanishim hal qiladi. Kimdir arizamni kiritgan deb yurish xavfli. Ariza qachon berilgan, qaysi raqam bilan ro'yxatga olingan, natijasi nima bo'lgan, siz buni bilishingiz kerak. Elektron ariza bo'lsa, screenshot, SMS, ariza raqami qabul qilinganligi haqida tasdiqni saqlang. Qog'oz ariza bo'lsa, kirim raqami qo'yilgan nusxasini oling. Bu juda muhim. 8-nozik jihat. Avtomatik to'lov bilan ariza asosidagi to'lovni ajratish. Masalan, ayrim pensiya qayta hisoblari ma'lumotlar bazasi orqali amalga oshishi mumkin. Lekin boshqa ustamalar uchun alohida murojaat kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi kompensatsiyalar faqat muayyan toifadagi fuqarolarga va faqat tasdiqlovchi hujjat asosida beriladi. Agar siz mening huquqim bor deb o'ylasangiz, bu hali pul keladi degani emas. Huquqni pulga aylantiradigan narsa ko'pincha ariza va to'g'ri hujjatdir. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni yozib chiqing. Oilangizda nechta odam bor? Kim ishlaydi? Kim pensiya oladi? Kim o'qiydi? Kim nogironligi bor? Kim parvarishga muhtoj? Nechta voyaga yetmagan bola bor? Daromadlar qancha? Oxirgi 3-6 oyda qanday o'zgarish bo'ldi? Buni qog'ozga yozsangiz ham bo'ladi. Chunki idoraga borganda hayajon bilan ko'p narsani unutib qo'yasiz. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjatlar, o'lim guvohnomasi, nogironlik haqida ma'lumot, pensiya hujjatlari, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda ham bularning barchasi talab qilinmaydi. Lekin oldindan tayyorlab qo'ysangiz, jarayon tezlashadi. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Ijtimoiy yordam va bolalar nafaqasi bo'yicha ko'pincha mahalla va ijtimoiy himoya tizimi orqali murojaat qilinadi. Pensiya va pensiyaga qo'shimcha masalalarida pensiya jamg'armasi yoki tegishli xizmat markazlari orqali tekshirtirish mumkin. Davlat xizmatlari markazi orqali ayrim arizalar qabul qilinadi. Elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham murojaat qilish mumkin. Ish joyiga tegishli to'lovlar bo'lsa, avval kadrlar bo'limi, buxgalteriya va rahbariyatga yozma ariza bering. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada menga tegishli qo'shimcha to'lovlarni tekshirib, huquqim bo'lsa tayinlab berishingizni so'rayman deb umumiy yozib qo'yish ham ba'zan yetarli bo'lmaydi. Iloji boricha aniq yozing. Qaysi to'lovni so'rayapsiz? Nima sababdan? Qaysi sanadan boshlab huquqingiz paydo bo'lgan? Qaysi hujjatlarni ilova qilyapsiz? Masalan, oilamning daromadi kamaygani va voyaga yetmagan farzandlarim borligi sababli bolalar nafaqasi tayinlashni so'rayman. Yoki nogironlik guruhim o'zgargani munosabati bilan to'lovlarimni qayta hisoblab berishni so'rayman. Yoki boquvchimiz vafot etgani sababli farzandlarim uchun boquvchisini yo'qotganlik to'lovi tayinlashni so'rayman. 5-qadam. Ariza qabul qilinganini tasdiqlating. Og'zaki topshirib ketmang. Arizangiz ro'yxatga olingan bo'lishi kerak. Agar qog'ozda topshirsangiz, nusxasiga sana va kirim raqami qo'ydiring. Elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlang. SMS kelsa, o'chirib yubormang. Keyin sizga ariza yo'q deyishsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. 6-qadam, javobni kuzating. Har bir murojaatning ko'rib chiqish muddati bo'ladi. Muddat o'tsa qayta so'rang. Rad javobi kelsa, asabiylashib ketmasdan rad etish sababini o'qing. Sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, to'ldirib qayta topshiring. Sabab daromad yoki mezon bo'lsa, hisob-kitob to'g'riligini tekshiring. Agar xatolik bor deb hisoblasangiz,
yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qiling. 7-qadam, pul tushgandan keyin ham tekshiring. Tayinlandi degani hammasi tugadi degani emas. Miqdor to'g'rimi, qaysi davr uchun berildi? Muddati qachongacha keyin qayta ariza kerakmi? Bularni aniqlang. Masalan, siz 10 oyga tayinlangan yordamni 13 oyda ham keladi deb kutib o'tirmasligingiz kerak. Muddat tugashidan oldin qayta tayyorgarlik ko'ring. 8-qadam. O'zgarishlarni yashirmang. Oilada ishga kirgan odam bo'lsa, daromad oshsa, bola voyaga yetsa, nogironlik muddati tugasa, nikoh yoki ajrim bo'lsa, yashash manzili o'zgarsa, bu ma'lumotlar keyin baribir aniqlanishi mumkin. Noto'g'ri ma'lumot sabab ortiqcha to'lov chiqqan bo'lsa, uni qaytarish talabi qo'yilishi ehtimoli bor. Shuning uchun to'g'ri va halol ma'lumot berish o'zingizni himoya qiladi. 9-qadam. Oilangizdagi keksalarga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron tizimni bilmaydi, qayerga borishni tushunmaydi. Telefon orqali kod kelganini ham anglamaydi. Farzandlar, nabiralar, qarindoshlar ularga yordam berish kerak. Lekin yordam berishda ham ehtiyot bo'ling. Hujjatlarni yo'qotmang. Karta PIN kodini boshqalarga bermang. Ariza nusxalarini saqlang. Keksalar aynan ariza bermagani uchun ko'p puldan mahrum bo'lib qoladi. 10-qadam. Har yil bir marta ijtimoiy audit qiling. Bu murakkab gap emas. Oddiy qilib aytganda, yiliga bir marta o'zingizdan so'rang. Mening oilamda nima o'zgardi? Yangi huquq paydo bo'ldimi? Farzandim o'qishga kirdimi? Kimdir ishsiz qoldimi? Kimdir kasal bo'ldimi? Pensiya qayta hisoblanishi kerak emasmi? Ish joyimda ustama to'lanmayaptimi? Mana shu savollar sizga ko'p yo'qotishlarning oldini olishga yordam beradi. Bugun men sizga eng muhim fikrni tushuntirdim. Ko'plab qo'shimcha to'lovlar arizasiz kelmaydi. Huquqingiz borligi yetarli emas. Uni rasmiylashtirish kerak. Ariza bering, hujjatlarni to'plang, javobni yozma oling. Muddatlarni kuzating va rad javobidan keyin ham sababini tekshiring. Ayniqsa pensionerlar, bolali oilalar, nogironligi bor fuqarolar, boquvchisini yo'qotganlar va daromadi kamaygan oilalar bu masalani ortga surmasligi kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday qo'shimcha to'lovlarni ololmay yurgan bo'lsangiz, izohlarda vaziyatingizni yozing. Qaysi to'lov bo'yicha muammo bor? Ariza berganmisiz? Javob nima bo'lgan? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki o'z haqini bilgan odam o'z pulini yo'qotmaydi.